Assalomu alaykum barchaga. Ko'pchilik so'ragan mavzulardan bittasi trigonometriya noldan boshlab o'rgatamiz, xo'pmi? Mana shu kitobdan ishlaymiz. Ya'ni bu osonroq nisbatan, ya'ni bosh osonroq, bemalol o'rgansak bo'ladi. Qiyinroq kitoblardan ham o'rgatganmiz. YouTube'da boshqa playlistlarda qarasanglar bor ular ham. Xo'p, noldan boshlab hammasini to'liq tushuntirib beraman, bo'pti? Soddagina qilib, oson qilib tushuntirib beraman. Xo'p, trigonometriya. Qaranglar, trigonometriyadan oldin biz bir ikkita kichkina mayda juda tushunchalar bor-da, shu tushunchalar bilan tanishib olishimiz kerak. Ko'pchilik biladi, geometriya menda geometriya o'qiganlar ko'p biladi. Qaranglar, burchak bor, burchak. Eshitganmisizlar? Burchak, o'shani o'lchov birliklarini yaxshilab bir-biriga o'tkazib tushunib olishimiz kerak, bo'pti? Misol uchun, qaranglar, mana bunday burchak. Mana shu burchak, to'g'rimi? Buni o'lchash uchun mana bu joyini misol uchun alfa deb belgilasak, bu harf bilan belgilab olsak bo'ladi. Bu grek harfidan bittasi, misol uchun alfa deb belgiladik. Buni gradusdagi o'lchov bor. Misol uchun necha gradus bo'lishi mumkin? 30 gradus bo'lishi mumkin, misol uchun, to'g'rimi? Bu gradusda. Qaranglar, sonda ham o'lchov bor. Sonda ham o'lchov bor. Tushunarlimi? Masalan, alfa bo'lishi mumkin nechadir? Masalan, 1 bo'lishi mumkin, misol uchun. Tushunarlimi? 1. Gradus emas. E'tibor beringlar, farqi bor. Bittasida nima turibdi? Mana tepasida yumalog'i turibdi, to'g'rimi? Bittasida hech narsasi yo'q. Qaranglar, hech narsasi yo'g'ini radian deymiz. Radian o'lchovi, tushunarlimi? Mana bunaqa narsasi borini nima deymiz? Gradus. Tushunarli bo'ldimi? Aniqmi? Osonmi? Endi qaranglar. Mana burchak o'lchov birligida radian bor ekan, gradus bor ekanda. Mana o'zi aslida mana kiritilgan narsa bor, tushuntirib beraman. Hozir men birlik aylanay borganimizda radian nima uchunligini tushuntirib beraman. Hozir shoshmay turamiz, qaranglar. 1 radian rad deb yoziladi. Men to'liq yozyapman. 1 rad deb yoziladi. Tushunarlimi? 1 rad taqriban 57.10dan 3 olinadi. O'zi aslida 100dan 29, ya'ni davomi bor. Tushunarlimi? Mana shuni olsak ham bo'laveradi. 57.10dan 3. Biz qisqa qilib, короче, yaxlitlab 57 gradus deb ketaveramiz. Tushunarlimi? 57 gradus atrofidagi, demak, gradus bo'lishi mumkin. 1 radian. Tushunarlimi? Xo'p, endi misol uchun qaranglar. Bu narsa mana qaranglar, yaxlitlab bo'lmaydi-yu, qiyin-ku, to'g'rimi? Masalan, to'liq emas. Mana katta graduslarda bu narsa nima bo'lib ketadi? Buzilib ketadi, to'g'rimi? O'shaning uchun mana qaranglar. Men sizlarga bitta zo'r narsani tushuntiraman. Oddiy o'lchov birligi bor, qaranglar. Birinchisi gradus, tushunarlimi? Ikkinchisi radian, pi holatda ham beriladi. Tushunarlimi? Son bersa ham uni o'tkazishni o'rgataman hozir. Tushunarli bo'ldimi? Demak, birinchisi nima ekan? Gradus, ikkinchisi radian. Tushunarlimi? Mana bu radian. Pi o'rnida pi bu Pifagor soni, pi ham son o'zi asli. Bu ham 3.14, bu ham davriyda taqriban olinadi buni ham. Tushunarli bo'ldimi? O'shaning uchun demak yodlab olsanglar bo'ldi. Tushunarlimi? Agar qaranglar, masalan, mana bu gradusni, misol uchun 3pi taqsim 4 bor-ku, shuni menga gradusdagi o'lchovni o'tkazib ber desa, gradusga qanaqa o'tkazishni o'rgataman. Menga sondagi, ya'ni radiandagi o'lchovi necha bo'ladi? Masalan, sonda necha bo'lishi mumkin? 1,5 bo'ladimi, masalan, 5 bo'ladimi, 8 bo'ladimi? Shu narsani topib bersa, uni ham o'tkazishni o'rgataman. Faqat qaranglar, diqqat bilan o'rgataman. Xo'p, qisqa qilib tushuntiraman, qaranglar. Agar gradus bersa, biz radianga o'tish uchun, qaranglar, pi taqsim 180 ga ko'paytirsak bo'ldi mana. Tushunarli bo'ldi? Oddiy. Kelishdikmi? Yana qaytarib aytaman. Agar bizga gradus bersa, radianga o'tish uchun nimaga ko'paytirar ekanmiz har doim? Pi taqsim 180. Agar gradus bersa, tushunarlimi? Endi bu yerda mana qisqarib ketadimi ikkalasi? Qisqarib ketsa shunda javobimiz nima bo'lib qoladi? Pi taqsim necha? Bo'ldi. Demak, 10 gradus nima bo'lar ekan desa, pi taqsim necha bo'lar ekan? Tushunarlimi? Hali o choraklar boshqa haqida yana gaplashamiz. Tushunarlimi? Keyingisi 360 gradus misol uchun. Buni ham nimaga ko'paytiramiz? Pi taqsim qisqartiramiz, to'g'rimi? 3 bo'ladimi? Bu yerda 1 qolgan-a? 3 bunga ko'payadimi? Demak, javobim 3pi taqsim 1, endi bu 3pi deganda, to'g'rimi? Xo'p, endi qaranglar. Endi bizda agar pi ga bog'liq ifoda berib turib gradusda so'rasa, shuni teskarisiga ko'paytirish kerak. 180 taqsim pi ga. Tushunarlimi? Yana ham osonroq yo'lini o'rgataman, qaranglar. Yana ham oddiyroq yo'lini o'rgataman. O'sha shpalgalkali yo'li. Pi bor-ku, pi ni o'rniga 180 gradus qo'yib ketsanglar bo'laveradi. Tushunarli bo'ldimi? Agar pilik qatnashsa. Tushunarlimi? Hozir tushuntiraman buni. O'zi asli men nabarotga ko'paytirganimizda qisqarib ketib turib, o'shuna bo'lgani uchun bu narsa. Xo'p, shunda javobimiz nima bo'ladi mana? Yozamiz. 3 ko'paytirilgan 180 gradus taqsim nima bo'ladi? 4 bo'ladimi? Qisqartirib olamiz, necha bo'ladi?
45 3 ga ko'paytirsak shunda 3 pi taqsim 4 necha bo'lar ekan shunda? 135 gradus. Tushunarli bo'ldi, oson a? Hali yana maydalaymiz bularni. Xo'p, endi qaranglar, endi asosiy tushunchalardan bittasi bor. Bizda matematikada birlik aylana tushunchasi bor. Birlik aylana. Xo'p, markaziy koordinata boshida bo'lgan bitta aylana chizib olamiz mana. Tushunarlimi? Aylana. Xo'p, mana x o'qi deylik, mana y o'qi deylik, masalan. Tushunarlimi? Xo'p, qaranglar. Mana shu aylanada tasvirlaymiz. Hozir juda ham anaqa oddiyroq bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, qaranglar. Sizlarga savol. Mana bu qaysi chorak edi? Birinchi chorak. Tushunarlimi? Birinchi. Endi qaranglar. Shuni nabarotiga yuraylik, teskari yuraylik, tartiblab ketaveramiz. Orqaga. Ikkinchi chorak. Keyingisi? Mana uchinchi chorak mana. 3 bu. Mana bu nechi bo'ladi shunda? 4-chorak. 4 tagina choragimiz bor. Eslab qolishga zo'r yo'li soat strelkasiga qarama-qarshi deyiladi. Tushunarlimi? Soat strelkasiga qarama-qarshi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi qaranglar. Demak 1 2 3 4 bo'ldi. Buni graduslarni ham qaysi chorakka tushishi aniqlash mumkin-da, misol uchun. Tushunarlimi? Xo'p, endi buni chegaralari qanaqa bo'ladi desa, mana bu har bitta chegara qaranglar. Mana 90 bo'lgani uchun mana bu joy 0 gradusda boshlansa, misol uchun. Tushunarlimi? Mana bu yerga kelib turib necha bo'ladi shunda? Tushunarlimi? Yana 90 qo'shib yuborsak, mana bu joyga kelib necha bo'ladi shunda? Keyin yana 90 qo'shib yuborsak, mana bu joyga kelib necha bo'ladi shunda? Mana bu joyga kelib turib yana necha bo'ladi? Necha? Yana aylantirib yuborsam bo'ladimi? 360 ga yana qo'shsanglar bo'ladi. Yana qo'shib yuborsang, mana bu joy necha bo'lib qoladi shunda? Bu gradusdagi aylantirish. Tushunarlimi? Endi ko'pchilik mana shu narsani qaranglar. Mana shu aylantirishda mana. Demak, plyusli bu, hozir minusligini ham o'rgataman. Xo'p, mana shuni radianda aytadi. Kelinglar biz ham radianda aytib ko'ramiz. 0 gradus necha radian bo'ladi desa, bu 0 bo'ladi. Tushunarlimi? 0 o'zi bo'ladi. 0 gradus 0 radian. Chunki ana pi taqsim 180 0 ko'paytirsa, baribir 0 chiqadi-ku o'shaning uchun. Xo'p, savol 90 ni o'tkazib ko'ramiz endi. 90 gradusni nimaga o'tkazib ko'ramiz? Pi taqsim 180 ko'paytiramiz shunda. Qisqarib ketsa javobimiz nima bo'ladi shunda? Pi taqsim. Mana bu joy nima der ekanmiz shunda? Pi taqsim bu radiandagi. Tushunarlimi? Keyingi 180chi. Sardor nima bo'ladi? 180 pi taqsim nechaga ko'paytiramiz shunda uka? To'g'rimi? Qisqartirib yuboramizmi? Javobimiz nima chiqadi shunda? Tushunarli bo'lyapti. Keyingi 270chi. Pi taqsim nechaga ko'paytiramiz? 90 ga qisqartirdim. Gradusini qo'ymayapman. Xo'p, 3 bu yoqda 2 to'g'rimi? 3 pi taqsim nima bo'lar ekan shunda? Mana, tushunyapsizlarmi? Xo'p, mana bu joy nima bo'ladi shunda? Sog'. Rahmat. Xo'p, mana. Xo'p, keyingisi 360 gradusda o'tkazib ko'ramiz mana. Pi taqsim nechaga ko'paytiramiz o'rtoqlar? 180 ga mana ketdi mana bilan qisqarib, mana bu joy mana 2 pi mana. Tushunarli bo'ldimi? Aniqmi? Demak, mana bu joyni nima der ekanmiz shunda? 2 pi. Endi tasavvur qila olamizmi shunda? 2 pi desam qaysi joyni aytayotganimni, pi taqsim 2 desam, 90 gradus aytayotganim, misol uchun, Bu narsa shakllanish uchun qaranglar. Hozir misol bor, mana birinchi mana o'tkazadigan misol bor. Shuni ko'proq o'tkazsanglar, u narsa odat bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Tabiiy bo'lib qoladi. U narsa qiyin emas. Xo'p, endi qaranglar-da. Bu hammasi plyusli. Endi minusligi ham bor-da, masalan. Tushunarlimi? Minusligi ham bor. Misol uchun plyusli bo'lsa, qaranglar. Plyusli bo'lsa, mana bu yo'nalish plyus bo'ladi mana. Eslab qolinglar mana bunaqa. Bundoq aylantirsangiz sizlarga nisbatan, bundoq aylantirsanglar plyus bo'ladi. Soat strelkasiga qarama-qarshi. Chorak bo'yicha aylantirsanglar plyus bo'ladi. Ketma-ket. Tushunarlimi? Orqaga yursak nima bo'ladi? Minus bo'ladi. Mana yozib qo'yaman. Bu yoqqa qaratib, strelkani bu yoqqa qo'yib qo'yamiz mana. Minusli. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni agar bizga mana bunaqa deyish ham mumkin, misol uchun. Hop. Sardor, bizga aytish mumkin-ki, masalan, alfa teng minus 90 gradus. Alfa qayerda bo'lishi mumkin? Uzr, minus 90 bo'lsa, qayerga to'g'ri kelishi mumkin deydi. Tushunyapsanmi? Minus 90. 0 qayerda? 0 mana bu yermi? Plus bo'lsa qaysi tomonga yuradi? Mana bu tomon plus 90 o'rtoqlar. Mana plus 90 mana. Tushunarlimi? Endi bu yoqqa yuradi o'sha narsa. Minus 90 mana. Tushunarli bo'ldimi? Minus 180 bo'lsa-chi? Mana bu. Tushunarli bo'ldimi? Minus 270 bo'lsa-chi? Tushunarli bo'lyaptimi? Kelishdiki, minus 360 bo'lsa-chi?
Mana bu joyga kelaman 360. Tushunarlimi? Yo'nalish teskari bo'lsa nima bo'lar ekan demak? Minusli bo'lar ekan. Kelishdagi qiyin emas, sodda, oson. Xo'p, demak, endi qaranglar, birorta nuqtani berib turib surib ber deydi. Tushunyapsizlarmi? Surib ber, qayerga o'tadi deydi. Misol uchun, deylik mana qaranglar. 1 0 nuqta. Xo'p, qaranglar. Biz birorta nuqtani aytmoqchi bo'lsak, har doim eslab qolinglar, birinchi x ni aytamiz, ikkinchi nimasini aytamiz? Mana bu x, mana bu y mana. Tushunarlimi? Xo'p, x nima ekan shunda? Men aylanaga tushirib olasizlar buni. Xo'p, 1 bo'lsa mana bu joyini olib olinglar. Ya'ni men bu uzunligini 1 deb turib, aylana radius hamma joyda bir xil bo'ladi-ku. Mana bu joy ham nima bo'ladi shunda? Mana bu joy ham 1 bo'ladi, masalan. To'g'rimi? Hammasi 1. Endi lekin nuqtalari farqi bor. Mana bu joyda nima deymiz biz? Savol. 1 u nima deymiz? 0, chunki birinchi x keyin y ni aytamiz. Tushunarlimi? Xo'p, mana bu joydagi nuqtani nima deymiz? Savol. Chunki x yo'q, Sardor qarang. X yo'q, to'g'rimi? Faqat nima bor? Xo'p, shunda nima bo'ladi? 0 x y mana. Tushunarlimi? Keyingi nuqtamiz. Mana bu nuqtani nima deymiz? Qaranglar, o'rta 0, to'g'rimi? Bu tomonga yurganda mana bu nuqtaning koordinatasi -1 bo'lib ketadi. Orqaga yuradi-da. Tushunarlimi? Ya'ni koordinat o'qida minusga qarab, mana funksiyalarda o'tganmiz. Demak, -1 nima bo'ladi shunda birinchi x ni aytsam? Tushunarlimi? Keyingisi, mana bu joydagi nuqtasi koordinatasi nima bo'ladi shunda? 0. Tushunarli bo'ldi? Aniq tushundinglar, mana shu 4 ta koordinatani tushunarli bo'ldimi hammasi? Endi qaranglar, P nuqta qayerda joylashib turibdi hozir bizda? Berilgan joyini qo'yamiz. Berilgan joyi qayerda? P nuqta qaysi biri? Mana shu 4 tadan qaysi biriga tushadi? Mana shu joymi P nuqta? To'g'rimi? Mana shu joyi. Savol. Endi nima deyapti? 90 gradusga bur deyapti. Savol, 90 gradusga bur desa, bunaqasiga yuramanmi? Bunaqasiga yuraman. Bunaqasiga yuraman, malatsi. Bunaqasiga yursam, mana bu yerga kelib to'xtaydimi? Bu yer koordinatasi nima endi? 0 1. Tushunarlimi? Endi keyingi savolni beraman. Misol uchun, mana shu nuqtaning koordinatasini -180 gradusga burib ber desachi. O'zi qayerda turibdi? Mana bu yerda turibdimi? Orqaga yurib turmamki, kelib to'xtaydimi? Bu yer koordinatasi? Tushunyapsizlar? Juda ham yaxshi. Keyingisi, misol uchun 270 gradusga burib ber desachi, nima bo'ladi? 270 gradus qayer bo'ladi? Mana bu mashinasi bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa keladi, to'g'rimi? Mana shunaqa ustanavka qo'yaylik miyaga. Har 90 qo'shganda bittadan chorak o'tadi. O'zini o'zi turadi. 90. Уже mana tepaga keldi. Yana bitta 90. Tushunarlimi? Keyin 180 ga 90 qo'shsa 270 mana. Qo'lda aylantirishni o'rganib olaylik, maza qilib ishlayverasiz. Kelishdiki, mana ketaveradi. Plus bo'lsa bu yoqqa qarab aylan. O'zingizga nisbatan, men kameraga nisbatan aytyapman, tushunarlimi? Sizlar o'zingizga nisbatan bu yoqqa nisbatan mana bunday bo'ladi. Menga nisbatan mana bunday hosilaga tushuntiryapman. Xo'p, narginda orqaga aylantirasizlar. Tushunarli bo'ldimi? Qiyin emas menimcha, juda ham oson. Xo'p, endi qaranglar, e'tibor bergan bo'lsanglar, bizning graduslarimiz как положено mana bunaqa choraklarning ustiga tushadigandan berdim. Ha? Misol uchun tasavvur qilinglar, mana shu P nuqtani burgin desa, masalan 130 gradusga burgin desa-chi, nima bo'ladi savol? Yo'q, to'g'ri, 130 gradusga burganda qaysi chorakka o'tadi desa. Tushunarli bo'ldimi? 130 gradusga bursa qaysi chorakka o'tadi mana shu? 90 ida, to'g'rimi? 90 da qayerda turadi? Eng tepadami? 90 ga ozgina qo'shyapti. Lekin 180 bo'lgani yo'q. 180 bo'lsa, chegaraga tushib qoladi. Значит, 180 ga yetib bormagan bo'lsa qaysi chorak turadi o'shanda? Bu yoqda bu chorak shunda 2 bo'ladi. Yozdimmi? Ha, mana 2, mana. Tushunarligi? Xo'p, bu demak ikkinchi chorakka o'tib qolar ekan. Qayerda turgani ham muhim. O'rtoqlar, qayerda turgani ham muhim. Tushunarligi? Ya'ni bizniki hozir koordinata boshda turibdi. Misol uchun sizlarga kitobdagi misolda mana bu yerda turgan nuqtani berish mumkin. Tushunarli bo'lyaptimi? Yoki mana bu yerda turgan nuqtani yoki bu farqi yo'q. Любой o'ziga xohlagan joydagi nuqtani berish mumkin. Misol uchun, men aytaman, P nuqta misol uchun tasavvur qilaylik, -1 0 nuqtada bo'lsin. Va buni burga -190 gradusga desa qayergacha boradi? -190. O'zi qayerda turgan bo'ladi savol? O'zi mana bu yerda turgan bo'ladi, to'g'rimi? -1 uni. To'g'rimi? Endi plus bo'lyapti, minus bo'lyapti savol. Minus bo'lsa qaysi tomonga yuraman? Bu yoq, mana sizlarga nisbatan bu yoqqami, bu yoqqami? Orqaga, soat strelkasi. Xo'p, orqaga yursa, demak 90 keldi, tepaga chiqdi. Keyin yana -90 keldi, demoqchiman, tepaga keldi. Endi yana -90 yursa 0 ga kelyapti. 0 da biz ana unaqamiz, to'g'rimi? -180 bo'ladi. Endi unga ozgina -10 qo'ysa qaysi joyga tushib qoladi shunda? Mana shu joyga tushib qoladimi, Ahmedna? To'g'rimi? Demak, qaysi chorak bo'ladi shunda? Tushunarli bo'lyapti. Menimcha oson, qiyin emas.
Aniq tushundinglarmi? Zo'r, yaxshi. Xo'p, biz faqat hozir burchak bilan ishlayapmiz. Endi shuni biz aytishimiz mumkin. Qaranglar o'rtoqlar, mana bunaqa deb aytishimiz mumkin. Nuqtani koordinatasini o'zgartirib aytishimiz mumkin. Misol uchun tasavvur qilinglar. Hammaga bitta misol, bitta tez ishlab ko'ramiz, tushunarligi. Xo'p, sразу ishlab o'ramiz. Xo'p, demak 30-misol deylik. 30-misol. 30 ishlaymiz. 30 da mana bunaqa savol kelgan. Xo'p, p nuqta minus 2 0 ya'ni koordinatada berilgan, tushunarligi va buni deyapti, qaranglar. Minus necha gradusga burgin deyapti? Minus 270 gradusga burgin qaysi joyga to'g'ri keladi? Ya'ni koordinatasi nima bo'ladi? Burgandan keyin deyapti. Tushunarligi? Ya'ni mana bu nuqtani minus 270 ga bursa, koordinatani qaysi joyiga to'g'ri keladi? Ya'ni koordinatasi nima bo'ladi deb savol beryapti. Tushunarligi? Nechinchi chorak emas. Qaranglar, koordinata ustiga tushib qolsa, chorak aytilmaydi. Koordinatasini aytishga to'g'ri keladi. Tushunarligi? Keyinroq trigonometrni o'tganimizda uni ham koordinatasini aytishni o'rganamiz. Tushunarli? Xo'p, demak, ishlaymiz. Tez. Xo'p, qaysi joy? Narxonaga kelsa kerak. Yo'q, hali kelmadilar. Ana, уже ishlayapti mana, qaranglar. Kimdirlar orqadan aylantirishga ishlayapti-da, o'sha aylantirishni o'rganish kerak. O'zi qayerda turibdi mana? Minus 2 mana. Bu yoqda, to'g'ri? Faqat bir emasda endi hammasi nima bo'ladi? 2 bo'lib qoladi, bo'ldi все. Tushunarligi? Chunki aylanamizda radiusi nima? 2 da. U bu yoqda ham 2, bu yoqda ham, bu yoqda ham, bu yoqda ham, pastda ham 2 bo'ladi, hammaga. O'shaning uchun endi koordinat 2 0, 0 2, minus 2 0, 0 minus 2 bo'ladi. Misol uchun, tushunarli? Hop, bizniki hozir qani? Xo'p. Minus 2 0. Mana bu yermi? Mana shu joy desam bo'ladi. Men uzunligini 2 deb olaman-da, chunki 2 deb bergan. 2 li aylanadi. Tushunarli? 3 li bo'lishi mumkin, 5 li bo'lishi mumkin, n li bo'lishi mumkin. Qizig'i yo'q bu narsa. Tushunarli? Xo'p, demak, minus 2 0 mana shu nuqta, demak, p koordinati. Xo'p, endi qayerga buryapti savol? Minusdan buryapti. Minusdan bursa, bu yoqqa yuradimi, bu yoqqa yuradimi? Qaysi tomon? Ikkinchi varianti, bu yoqqa yuradi. Bu yoq plyus bo'lib ketadi, o'rtoqlar. Mana 90 keldi. Yana 90 yurdi, tushunarligi? Yana 90 yurdi minus 270 bo'lishi uchun. Mana bu nuqta minus 270 bo'ladi. Mana bunga nisbatan agar mana shu joy 0 deb olsam-da, tushunarligi? O'zi asli bu yer 0 emas, mana bu yerdan boshlanadi. Men prosta buni 0 deb olsam, o'shani topishim oson. Tushunarligi? Boshlanish nuqta har doim mana bu yer bo'ladi, ya'ni boshi bo'ladi, har doim. Prosta men berilgan nuqtaga nisbatan minus 270 yurishim uchun berilgan nuqtani 0 deb oldim-da, misol uchun. 0 gradus. Tushunarligi? Xo'p, demak mana bu yerga keldik. Mana bu yerga keldik. Bu joyi koordinatasida. Demak, o'zi aslida bunda faqat nima bor savol? X bormi yo'qmi? X bormi? Necha x? Yo'qmi? Yo'q-a? X yo'q bo'lsa nima bo'l? Ya'ni x yo'q-da, mana x hech qanaqa kesma ajratmayapti. X 0 da turibdi mana, o'rta 0. To'g'rimi? Faqat nimasi bor buni? Y ham pastda. Pastda bo'lsa nima bo'ladi? Tushunarli bo'ldimi? Agar tepada bo'lganda mana shu nima bo'lardi? Plus 2 bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Osonmi? Xo'p, yaxshi. Endi kattaroq gradus berish mumkin, tasavvur qilinglar. P nuqta, mana savol beryapti. P nuqta deyapti. Xo'p, nechinchi savolligini aytaman? 35-savol. Listni berib yuborgan hammaga bittadan. Bering. 35-savol, qaranglar. 1 0 nuqtada turar ekan. 700 gradus bo'libdimi? Necha gradus bo'libdi? 700 gradus. 34 ekan. Bo'pti 34. 34 deymiz. Qaranglar, 1 0 nuqtada turibdi va 700 gradus burganda qaysi chorakka o'tib qoladi deb savol beryapti. Tushunarlimi? Qaranglar, zo'r yo'lni o'rgataman. Hamma e'tibor bersin. Xo'p, o'zi nuqtamiz qayerda ekan savol? 1 0 mana bu yermi? Faqat nimasi bor? E'tibor beringlar. X bor, mana bu joy faqat x bor-da, tushunyapsizlarmi? Ya'ni 1 bor. Bo'ldi mana. Ikkinchisi 0, ya'ni y ham yo'q. Xo'p, endi qaranglar. Shuni necha gradusga buribdi? 700 gradusga buribdi. Tushunarligi? Va qaysi chorakka o'tadi deb savol beryapti. Endi qaranglar, nima qilamiz? Birinchi o'rinda. Xo'p. Ikki xil yo'li bor. Ikkalasini ham zo'r qilib tushuntirib beraman. Kelishing. Birinchisi xayolda aylantirish. Ketdi. Mana meni o'zingiz tasavvur qiling. Turman, o'ylayman. Tasavvur qiling, menga savol berdi Abdulatif, misol uchun. 0 da turibdi mana. 90, tushunarligi? Keyinchi 180, keyinchi 270, keyinchi 360, keyinchi 450, 540, 630, 720.
To'g'rimi? Keyin yana qo'shadigan bo'lsam 720 o'tib ketib qoldi уже menga. Menga nechigacha beruvdi? 700 gacha bergan bo'lsa, sal orqaga qaytaramanmi? Sal orqaga qaytarsam qayerga to'g'ri keladi shunda? Bu birinchi yo'li. Xayolda aylantirish. Tushunarli? Endi katta gras berib tashsa nima qila olmaymiz? Xayolda aylantira olmaymiz har doim. Zo'r yo'lni o'rgataman. 360 ga bo'lib har doim 360 ga bo'lib, qoldiq qaysi chorakka to'g'ri kelishini topib qo'ysanglar bo'ldi. Har doim chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? Yana qaytarib aytaman. 360 ga bo'lib, qoldiq qaysi chorakka to'g'ri kelishini topib qo'ysanglar bo'ldi. Ya'ni necha gras beruvdi menga? O'shani 360 ga bo'laveraman. Tushunarli bo'ldimi? Gradus yo'q deb tasavvur qilaylik. Gradus olib tashlayman. Xo'p, bitta bor 360 beramiz. Ayrvorsak 0, ayrvorsak 4, to'g'rimi? Mana bu yerda necha qolgan? 3 qolganmi? 6 bo'lgan, 3 bo'ladi demoqchiman. 340 misol uchun. To'g'rimi? Endi 340 qaysi gradusga? Mana 340 ta olinglar, faqat mana bu tomon kerak emas. Tushunarligi? Faqat qoldiqni olsanglar bo'ldi. Xo'p, 0 dan boshladik. 180, uzr, 90, 180, 270, 360 u yo'q o'tib ketadi. 340 o'rtaroqda. To'g'ri kelaveradi. Tushunarligi? Masalan, 7000 gradus berib qo'ysa, ishlash uchun variantda 360 ga shuni bo'lib olsanglar chiqadi. Minusida ham orqaga yuramiz prosta tak. Tushunarligi? Orqaga aylantiramiz. Tushunarli bo'ldimi? Savollar bor? Savol yo'q. Koordinatani tushunmadinglarmi? Mana qaranglar. Koordinata o'qchi, masalan, mana bu x o'q, to'g'rimi? X o'q o'rtada nima bo'ladi savol? O'rtada nima bo'ladi? 0, to'g'rimi? Bu yog'ichi 1, 2, 3, 4 va hokazo ketadi, to'g'rimi? Bu tomonichi endi bu yog'i. O'shani minusligi bo'ladi. -1, misol uchun -2, -3, -4 bo'ladi, to'g'rimi? Endi bu faqat x o'qi. O'shani Descartesga o'tkazsanglar, mana bunaqa y o'qi ham bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Y o'qi ham bo'ladi. Va y o'qi ham xuddi shunaqa. Mana bu tomon nima bo'ladi? 1, 2, tushunyapsizlarmi? Bu yoq 3. Endi pastda nima bo'ladi? Taxmin qilib ko'ringlarchi. -1, -2 mana. Tushunyapsizlarmi? Endi savol, mana markazi mana bu yerda turgan, markazi shu yerda bo'lgan, radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana chizsak, hammasi mana shu bir joydan o'tadimi, o'tmaydimi? Chunki radiusi 1 ki buni. Ya'ni hamma joyda masofalar tengmi, teng emasmi savol? Mana bu joylar teng bo'ladimi? Tushunyapsizlarmi? Hammasi teng-a? Tushunyapsizmi? Xo'p, endi mana shu joydagi mana koordinata o'qlari bilan kesishgan joylarni koordinatalarini aytishimiz kerak. Savol, qanday aytamiz desa, birinchi x ni aytib, keyin y ni aytamiz. Tushunarli bo'ldimi? Agar x yoki mana y yo'q bo'lsa, o'shani o'rniga 0 qo'yib ketamiz. Misol uchun, mana bu joyda faqat nimasi bor? Faqat nimasi bor? X bor. Qarang, mana bu nuqtaning x bor, lekin nimasi yo'q? Y yo'q. X da nima bor shunda? 1 bor, to'g'rimi? Birinchi x ni aytar ekanmiz. Y dachi? Y yo'q, o'shaning uchun 0 qo'yamiz. Tushunarli bo'ldimi? Endi savol, mana bu koordinatani nima deb aytamiz? X bormi, yo'qmi? X yo'q. Faqat nimasi bor? Xo'p, nima deb aytamiz shunda? Tushunarli bo'lyapti? Xo'p, keyingisi mana bu joyning nuqtaning koordinatasi-chi? -1. Yo'q, nima deymiz? Tushunarlimi? Xo'p, keyingisi mana bu nuqtaning koordinatasi-chi? Bunda x bormi? X yo'q, mana x yo'q. Faqat nima bor? Xo'p, x nima? 0, y nima? Past bo'lgan-chi, minus. Tushundingizmi? Demak, qisqasi o'zi aslida endi mavzuni mohiyatini aytishim kerak. Trigonometriya deganda uchburchakda to'g'ri burchakli uchburchak, umuman o'zi uchburchaklarni tushunarligi burchagi bilan tomonlar orasidagi munosabatni bildiradi. Tushunarli bo'ldimi? Endi uning uchun biz nimani bilishimiz kerak? Savol, uchburchakni bilishimiz kerakmi? To'g'rimi? Xo'p, qaranglar. To'g'ri burchakli uchburchak men sizlarga zo'r qilib tushuntiraman. To'g'ri burchakli uchburchak mana shunaqa bo'ladi. Tushunarligi? Mana shunaqa. Bitta burchagi to'g'ri bo'ladi. Endi to'g'rilikni qayerdan bilamiz desa, mana bunaqa qo'yib qo'yamiz. Bundan tushgan narsa. O'sha to'g'riligini bildiradi. Tushunarligi? Endi qaranglar. Shu to'g'ri burchakli uchburchakda mana o'sha to'g'ri burchakka yopishgan ikkita tomoni bor-ku, nomi bor. Mana uning nomini katet, mana buni ham nima deydi? Katlet emas, katet, bo'ptimi? Katlet. Bitta o'quvchim katlet degan. Xo'p, mana buning nomi gipotenuza. O'zbekcha emas. Tushunarli? Nomlari o'zbekcha emas. Adashmasam grekchadan kirib kelgan bo'lsa kerak. Grekcha bo'lsa kerak nomlari. Katet nima ekan? Oson, a? Demak, 90 ni qarshisida turgan narsani gipotenuza olsanglar bo'ldi. Mana ikkitasi katet bo'lib ketaveradi. Kelishdingmi? Xo'p, endi bu bo'yicha Pifagorni bir mashhur teoremasi bor. Pifagor nima deydi, qaranglar. Pifagor to'g'ri burchakli uchburchakda A, B, C bo'ladigan bo'lsa, A
kvadrat plus b kvadrat barobar c. Bu isbotlab o'tirmaymiz, kerakli biz isbot вообще biz o'rganyapmiz, просто o'rganib ketaveramiz. Isbot anaqa qilmaymiz. Isbot вообще oddiy. Xo'p, qaranglar. Qaytarib aytaman, katetlarning kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng deyiladi. Nomi shunaqa. No sizlar mana miyaga shunday chaqib olib, buni yodlab olishinglar shart emas. Demak, to'g'ri burchakka yopishgan tomonlari bor-ku, shuni shunday kvadratlarga oshirar ekansizlar-da. Nimaga tenglab orar ekansizlar? Nari to'g'ri burchakka yopishmagan tomonni kvadratiga tenglab olasizlar. Tushunarli bo'ldimi? Shu nazariyasini unchalik chuqur bilish shart emas. Kelishdiki, babesida qolmaydi-da. Xo'p, demak, nima qilamiz qaranglar. Nimani kvadratlarini olamiz hozir mana bu 3 burchak uchun? Xo'p, savol. 3 kvadratiga nechini kvadratini qo'shamiz? Nimani kvadratiga teng chiqadi? Tenglama yecha olamiz bemalol. Mana bu necha bo'ladi? 9 bo'ladi. Mana bu necha bo'ladi? 16 bo'ladi. Bu x kvadrat teng necha bo'ladi? Mana buni qo'shib yuborsak? Savol, nimani kvadratida 25? Plus minus 5 o'zi aslida. To'g'rimi? Endi 3 burchak tomoni haqida gapiryapmiz-ku. Uzunlik minus bo'la oladimi? O'shaning uchun biz plusligini olib ketaveramiz. Tushunarli bo'ldimi? X 5 ga teng. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi ham shu ahvol. Xo'p, qaysilarni kvadratlari yig'indisini olamiz? Bu bilan buni kvadratlari yig'indisi, buni nimasiga teng bo'ladi? Yozamiz. X ni kvadrati plus nimani kvadrati? X plus 2 ni kvadrati emas. Qavs qo'yinglar. Bu bitta son bu, tushunarli. Teng nimani kvadrati bo'ladi? 2x minus 2 ning ochib chiqamiz. X kvadrat plus x kvadrat plus mana buni kvadrati nima bo'ladi? 4x, to'g'rimi? 4 mana buni kvadrati nima bo'ladi? 4x kvadrat 8 mi? Ikkalasini 2 ko'paytirib, yana 2 ko'paytiraman-da. 3 ta 2. To'g'rimi? Bir xil sonni nima qilib yuborsam bo'ladi? Mana bu necha? U yoqdan ayirib yuboramiz. U yoqqa o'tkazdim. Tushunarli? Xo'p, mana bu 4x ni ham u yoqqa o'tkazib yubordim. Minus 8 minus 4 necha bo'ladi shunda? To'g'rimi? X ni olib chiqib ketamiz. 12. Teng 0 ga, to'g'rimi? Ko'paytma 0 ga teng bo'lish uchun har bir nimaga x ni birinchi javobi nima? Ikkinchi javobi mana 0 ga teng desak qaraylik. 2x minus 12 teng 0. 2x shunda necha chiqadi? 12. 2 ga bo'lib tashlasa x javobi necha chiqadi shunda? 6, to'g'rimi? Qaranglar. Endi savol x ikkinchi javobi 6 chiqdi. Endi biz mana shu joyda bitta narsani hisobga olaylik. Qaysi javobni olamiz? Savol. 0 ni olamizmi yoki 6 nimi? 0 ni qo'yib yuborsak, qaranglar o'rtoqlar, mana bu joy 0 bo'lib qoladi. To'g'rimi? Mana bu joy 0 ni qo'yib yuborsak 0 kerakki 0 minus 2, minus bo'lib qolyapti. Значит, 0ligini olmaymiz, qo'yib ko'rish kerak o'rniga. Tushunarli? Hammasini olib ketib qolmaydi. Masalan, bundan katta ifoda berilsa ham, misol uchun mabodo, bundan katta misol ishlaganingizda ham chiqqan javob har doim olib ketib qolavermang. Xo'p, demak 6 ni qo'yib ko'ramiz. 6, 8, bu yog'i 10 bo'lar ekan. 6, 8, 10 haqiqatan to'g'ri keladi Pifagor sonlari. Tushunarli? Tushundinglarmi yo'qmi? Yaxshi. Keyingisi. Demak, mana buni tushunarli bo'ldi. Katet. Endi 41 dan 45 gacha bo'lgan savollarda o'rtoqlar shartli qilib bergan. Ya'ni chizma yo'q, unda o'zingiz chizmani chizib olasiz. Aytayapti, qaranglar, 41 da. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlaridan biri. Qaysi birini olaylik? Ko'ngilga yoqqani hali aytmadi. Katetlaridan biri deyapti. Любой katetini olib ketsam bo'laverami, bo'lmaydimi? Uchburchak chizdim mana. Xo'p, bitta uchburchak chizdim mana. Xo'p, shundan birortasini oldim, masalan, mana bu 8 mana. Mana bu joy to'g'ri burchak mana. Tushunarli? Xo'p, endi ikkinchisi deyapti. Demak, ikkinchi katet haqida gap ketyapti. Katetligini aytgani yo'q. Ikkinchisi, birinchi katetda aytdi, mana. Bir katetlardan biri dedi-ki, ikkinchisi katet so'zini aytmayapti, tushib qolyapti. Tushunarli? O'sha ma'noni bildiradi. Mana bu joy 15. Mana bu joy ildizosti 8 ni kvadratiga nechini kvadratini qo'shadi shunda? Tushunarlimi? Sirasi yozib ketdim. Rozimisizlar? Ildizdan chiqqanini tushunmadinglar? O'zi kvadratlari, bu. Yaxshi. Teng necha bo'ladi mana bu? 69 plus mana bu joy 64, Bu necha bo'ladi? Ildizoz 280. Ildiz chiqarsa necha chiqadi shunda? Qaranglar, mana bunaqada. Mana bu narsani yozib ketganim ko'pchilik tushunmay qoladi. Mana qaranglar. Xo'p, bilaman. Oson narsa. Qaytarib o'tib ketmasam bo'lmaydi. Mana s bor-ku. Savol. Hozir s kvadrat nimaga teng? A kvadrat plus b kvadratga ham savol. To'g'rimi? Mana shu yerdan s ni topsam nima bo'ladi? Ildizosda a kvadrat plus b kvadrat bo'ladimi? Mana bu kvadrat yo'qolish uchun ildiz olaman-da. Keyin plusligini olaman. O'shaning uchun men bu narsani sirasi yozib ketdim. A b buni o'rniga keldi. Tushunarli? Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 45.
Xo'p, nima deyapti? To'g'ri burchakli uchburchakning katetlaridan biri. Qaysi biriga olay? Katetlaridan biri deyapti. Qaysi birini olay? Libboyni olaveram. Mana uni oldim, ildizoski dedim. Gipotenuzasi ilzoston deyapti. Liboy bo'lmaydi, gipotenuza bitta, ilzoston. Keyingisi, yana qaysi joy so'rayapti? Keyingi katetini so'rayapti, to'g'rimi? Mana joyiga x qo'yib olaman, misol uchun. Tushunarligi? Savol. Nimani kvadratiga nimani kvadratini qo'shamiz? X ni kvadratiga nimani kvadratini qo'shamiz? Ilzoskini kvadratini qo'shamiz. Ilzostonning nimasi bo'lib ketadi shunda? Tushunarlimi? Xo'p, necha bo'ladi? X kvadrat plus necha? 2 barobar necha? 10. Bu yoqqa o'tkazib ayirib yuborsa x kvadrat shunda necha chiqadi? X topish uchun nima qilib olish kerak? Ilzoq 8 desam bo'ladimi, menimi x barobar? Ha, 4 kere 2 deb turib 4 kere 2 deb turib, men bundan necha chiqarib olsam bo'ladi? 2 ni chiqarib olsam 2 ilzosda. Xo'p, kimda savol bor shu yergacha? Hech kimda savol yo'q-a? Liboy uchburchak bersa, katet gipotenuzni topishni bilamiz. Ha, tushunarli bo'ldi. Katet desam nimani tushunayotganimizni bilamiz. Endi qaranglar. Misol uchun, hozir bitta zo'r narsani tushuntirib beraman mana shu yerda. Diqqat bilan qaranglar. A, B, S. Mana joy betda deylik. Endi burchaklarni belgilab qo'ying. Xo'p, ta'rif bor bizda. Ta'rif qanaqa? Qaranglar. Tasavvur qilinglar. Mana shu xonani bu tomonda eshik bor, to'g'rimi hozir? Bu tomonda ham eshik bo'lsin, tasavvur qilinglar. Ha? Men har safar bu tomondan kirganimda, mana bu tomondan shuna kirganimda, o'ng tomonga, masalan, chap tomonga qarar edim. Chap tomonda doska turibdi. Mana bu eshikdan kirganim, to'g'rimi? Agar bu yoqdagi eshikda bo'lganimda, kirganimda qaysi tomonda bo'lardi shu eshik? O'ng tarafda bo'ladi, to'g'rimi? O'ng tarafda, bu tomonda chap tomonda. Endi qaranglar, uchburchakda sinus, kosinus, umuman tangens, katangesini aytishda burchak qayerda turganiga bog'liq. Ya'ni qaysi burchakdan turib aytayotganiga bog'liq. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni alfadan qarab aytayaptimi, betadan qarab aytayaptimi? Shunisi o'ta muhim narsa. Tushunarli bo'ldimi? Nima deydi? Qaranglar, zo'r narsani tushuntirib beraman. Agar alfaga nisbatan aytsa, sinus alfa degani nima degani? Bu ham grekchadan olingan. Faqat nisbatni bildiradi bu. Tushunarligi? Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakning o'tkir burchagi, ya'ni mana shu o'tkir burchakni qarshidagi katetni gipotenuzaga nisbati. Ya'ni shu burchakning qarshidagi katet nima? Shu burchakning qarshisida. A ni nimaga nisbati? Bu yodlab oladigan narsa, qiyin emas. Tushunarligi? Qarshisidagini nimaga nisbati ekan? Har doim gipotenuza. Tushunarligi? Endi kosinus qaranglar. Endi qarshisidagi emasda yopishganini gipotenuzaga nisbati. Yopishgan nima shunda? Tushunarli bo'ldimi? Tangens alfa nima degani? Qaranglar, tangens alfa. Tangens alfa qarshidagi katetni pastdagi katetga nisbati. Qarshidagi nima? A taqsim B. Tushunarli bo'ldimi? A katangens alfa nima bo'ladi shunda? Katangens alfa. Yopishgan katet. Mana shu alfa burchakka yopishib turibdi mana bu katet. O'sha yopishganiga qarshidagi katetga nisbati. Ya'ni nima bo'ladi shunda? B taqsim. Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi, yo'qmi? Oson narsa menimcha, juda ham, to'g'rimi? Hali munosabatlar haqida gaplashamiz buni. Hozircha shart emas. Kelishdik? Xo'p, endi shuni sinus beta bo'yicha yozsak nima bo'ladi? Ketdik. Hamma birgalikda yozib beramiz, qani? Kosinus beta nima bo'ladi? Tangens beta nima bo'ladi? Katangens beta nima bo'ladi? Men qoidasini aytib turaman, sizlar aytsanglar men yozib qo'yaman. Kelishdik? Xo'p, sinus beta degani qarshidagi katetni nimaga nisbat edi? Gipotenuzaga, to'g'rimi? Endi men qaysi burchakdan qarayman shu narsani? Tevadagi burchakdan qarayman. Tevadagi burchakdan qarayman. Shevada tepadagi burchak. Yuqoridagi burchak. Ha? Yuqoridagi burchakdan pastga qarab qarayapman. Katet qaysi bo'ladi shunda? Qarshidagi katet. To'g'rimi? B bo'ladimi? Qarshidagi katetni gipotenuzaga nisbat. Gipotenuza nima bo'ladi shunda? B taqsim nimaga? Qaysi burchakka qarab aytish muhim ekan, to'g'rimi? Xo'p, keyingisi kosinus qoidasi yopishgan, mana yopishganni yopishganni gipotenuzaga nisbati. Yopishgan katet nima? Betaga yopishgani qaysi? Betaga yopishgan. A ni nimaga bo'lamiz shunda? Gipotenuzasi. Tushunarli? Bu qoidada yodlab olinglar. Xo'p, A ni nimaga bo'lar ekanmiz shunda? Keyingisi. Tangens beta qarshidagi katetni yopishgan katetga edi. Qarshidagi katet nima? Betani qarshisida nima turibdi? Betani qarshisida. B ni nimaga nisbati yopishgani? Tushunarli, B ni A ga nisbati. Xo'p, katangens degani qaranglar. Yopishganni qarshisiga nisbat. Yopishganni nima? Betaga. A ni nimaga nisbati bo'ladi shunda? Tushunarli bo'ldimi? Qaddagi burchakni aytayotganingiz juda muhim. Tushunarli bo'lyapti? Agar burchak qayerdaligini aytmasa
topolmaymiz u narsani. Tushunarli? Xo'p, keyingisi misol berilgan 51, 55, 56 gacha menimcha shu deb berilgan hammasi. Qaranglar. Muhim narsa nima? Mana qaranglar. ABC bor bo'lsa ayta olar ekanmiz. Hammasida ABC nima bo'lishi kerak ekan? Bor bo'lishi kerak ekan. To'g'rimi? Bo'lmasa ayta olmas ekanmiz. Xo'p, biz hozir mana qaranglar 3 4 bor. O'rtoqlar 3 4 bor. Menga mana bu joy bo'lsa, mana shu burchak haqida men sinusda, kosinus tangis hammasini ayta olamanmi? Bu yerda birinchi nima qilish kerak ekan, demak, har doim 3 burchakni to'ldirib topib olish kerak hamma to'g'ri. Kelishdikmi? Xo'p, birinchi, demak 3 4 bo'lsa, mana bu joy ildizosti, mana bu ikkitasining kvadratlarini nimasi bo'ladi? Yig'indisi bo'larmidi? To'g'rimi? X deb olib turib ishlasanglar ham bo'laveradi. Masalan, x deb turib, hop, demak, x kvadrati barobar 3 kvadrati plus 4 kvadrat deb turib, masalan, x kvadrat barobar 25 dedik, x barobar shunday chiqadi dedik, 5 chiqadi. Mana bu joy 5 deb ishlab ketsanglar bo'laveradi. Tushunarli? Misol uchun, yo'q tomonini shart x qo'yib oling. Tushundingizmi? Yo'q tomonga shart x qo'yib oling-da, misol uchun. Ishlab ketavering. Kelishdikmi? Xo'p, endi savol, sinus alfa qarshisidagini bu yoqqa nisbatimidi? Qarshisida nima turibdi? Xo'p, kosinuschi yopishganda bu yoqqa 3/5, malatsi. Xo'p, tangens buni bu yoqqa. Katangens yopishganda bunga, mana yopishganda bunga. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi? Kimda savol bor? Men uchun juda ham oddiy, soddam. Yaxshi. Keyingisi mana bu. Demak, 3-tomon nima qilishim kerak bunda ham? To'ldirib olishim kerakmi? Yaxshi. Mana bu joy nima deymiz? X dedimda misol uchun, ha? X kvadrat barobar nima bo'ladi? 10 kvadrati plus nechini kvadrati bo'ladi? Yana 10 kvadratimi? X kvadrat barobar necha bo'ladi? 200 bo'ladi. 100 100 200 da. X topmoqchi bo'lsam, ildizosti 200 mana. Xo'p, 10 kare 2. 100 kare 2. X barobar shunda necha chiqadi mana bundan? 10 chiqadimi? 10 ildizosti nima bo'ladi shunda? Kimda savol bor shu yergacha? Kimda savol bor? Kimda savol yo'q? Xo'p, savol, sin alfa nechi? Topaylik, sin alfa nima? Nimaga bo'lamiz? Nimaga bo'lishi aytinglar, men bo'lib yozaman. Qarshisidagini, qarshida nima turibdi? 10, to'g'rimi? 10 ni nimaga bo'laman? Qarshida turgani? Qarshida turganini nimaga bo'laman? Malatsi. 10 ildizosti 2 ga. Ya'ni qarshida turganini gipotenuzaga bo'lyapman. Aziz, tushunyapsanmi? Rostdan. Endi mana shu yerda qisqartirishlarni olib borib qo'yaman. Masalan, 10 ga bo'lib qo'yaman, 1 taqsim ildizosti 2 ga misol uchun. Shu jadvaldagi son kelib chiqadi. Tushunarli? Xo'p, keyingisi kosinus nima bo'ladi? Buni ham bir xil ekan-a? O'shaning uchun uni qo'yib qol. Xo'p. Javob nima bo'ladi? Qisqartirib olsam 1 taqsim. To'g'rimi? Keyingisi tangens nima? Qarshisida nima turibdi? 10 ni, to'g'ri. 10 ga bo'lamiz 1 chiqadi. Tushunarli? Keyingisi-chi? Keyingisi ham 10 ni 10 ga bo'lishga to'g'ri kelib qoladimi? Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi shu yergacha? Savol yo'q-a? Oson-a? Yaxshi. Xo'p, endi trigonometriya o'zi boshlanishi shunaqa kirib keladi. Endi kitobga moslashtirib o'tyapman. Tushunarligi? Kitobga moslashtirib tushuntiryapman. Yo'q. Shart misol bor. Xo'p, ko'ramiz. Yana bor. Xo'p, 56-savolga e'tibor beramiz. 56 dan boshlab. Xo'p, 55 gacha bo'lgan misol, 65 gacha bo'lgan misollarda shart muhim, juda ham. Tushunarligi? Shart muhim. Ya'ni o'qib to'g'ri tushunishinglar kerak. O'qib to'g'ri tushunmasanglar, misol ishlashinglar qiyin bo'ladi. Xo'p, qaranglar. ABC to'g'ri burchakli 3 burchak berildi, deyapti. Topdinglarmi? Hamma topdimi 56 ni? Hamma topdi. Qaranglar, savol berilyapti. ABC 3 burchak, demak ABC to'g'ri burchakli 3 burchak, demak berilgan ekan. Aytyapti, AC va BC katetlar mos ravishda 3 va 4 ga teng bo'lsa, ABC 3 burchakning ABC burchakning sinusi, kosinusi, tangensi, katangensini topishimiz kerak. Xo'p, birinchi o'rinda demak 3 burchak chizdim. Endi bu yerdachi mana bu narsa muhim-da. Ya'ni qayerga A joylashtirishingiz, qayerga B joylashtirishingiz, qayerga C joylashtirishingiz muhim. Tushunarligi? Agar u to'g'ri joylashtirib olmasangiz, misol xato chiqadi. Endi o'shani qayerdan bilamiz desa, qaranglar, mana o'qinglar shartini. Hamma e'tibor bersin. AC va BC nima deyapti? Katet deyapti. Tushunyapsizlar? AC va BC katet. Qaranglar, e'tibor beringlar. AC va nima? BC. Endi qaranglar, katetda bitta nima bo'ladi? Yopishgan bitta burchak, ana unaqa burchagi bir xil bo'ladi. Ya'ni bitta harf bilan belgilayman shu yerda. Aytmoqchi bo'lsam, bu tomonni ham bir xil aytaman, bu tomonni ham bir xil aytaman. O'sha bir xil kelib qolgani katetda, o'sha joy to'g'ri burchak bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? C bo'lsa, demak AC desa, mana bu joyda A olsam, mana bu joyda B olsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? O'shani qaranglar, AC katet, BC katet bo'ladi. Agar men mana bunaqa olib qo'ysam, g'alati bo'ladi, qaranglar. Mana bu joyga B olib, mana bu joyga C olsam, qaranglar.
Qaranglar. A'si gipotenuza bo'lib qoladi. B'si katet bo'lib qoladi. Bunda xato. Tushunyapsizlar? Shu joy muhim demoqchiman-da, men o'rnini almashtirib qo'ymanglar. Xo'p, demak, mana bu joy nima bo'lar ekan shunda? S, mana bu joy B. Kelishdiki? Xo'p, mos ravishda degani birinchi nima aytilyapti? A'si aytilyapti. Demak, A'siga necha qo'yamiz shunda? 3 mana. Birinchi nima aytilsa o'sha mos ravishda desa tushunarligi. Keyingisi BS deyapti. Demak, BS nima? Shunda to'raganman. Mana bu joy necha edi? Bu yerdan bir ishlaymiz. 5 liga tushundinglar, topib o'tirman. Kelishdiki? Xo'p, qaysi burchakni aytyapti bizdan? Burchak ABC. Ya'ni burchak so'zi aytilganda mana bu narsa aytiladi. Tushunarli? Burchak ABC qaranglar. Burchak ABC. A o'rtadagisi burchakni bildiradi. A B C. Ya'ni mana burchakni aytyaptimi shunda? Tushunarli bo'ldimi? O'rtaga olib aytiladi burchak. Misol uchun men burchakni aytmoqchi bo'lsam nima deyman shunda? BAC yoki CAB qiziq-ku. Tushunarli? BAC yoki CAB. Men burchakni aytmoqchi bo'lsam-chi? ACB yoki BCA misol uchun. Tushunarli? O'rtaga olib aytiladi. Shunchaki C deb qo'ysak ham bo'laveradi. Aniqroq aytish uchun, ichki burchakligini bildirish uchun mana bunaqa aytiladi. Xo'p, endi mana shu burchakni alfa deb olay. Demak, mendan so'rayotgan narsa nima? Mendan so'rayotgan narsa sinus alfa, to'g'rimi? Kosinus alfa tangiz kattangiz. Bu narsalar mana yozib qo'yganmiz. Qani qayerga yozganmiz? Mana. Men yozib o'tirman. Mana shu javob buniki. Kelishdiki? Tushundinglar? Aniq tushundinglar? Bunda muhim narsa nima ekan? Chizmani to'g'ri chizish. To'g'ri o'qib, to'g'ri chizib olsanglar, misol yechiladi. Kelishdiki? Uchburchak bilan ozgina ishlaysizlar. Endi geometriya bilmayman demaysizlar, men boshdan beri o'rgatayman. Kelishdiki? Xo'p, yaxshi. Keyingisi. Xo'p, shuna qilib ishlab kelganinglardan keyin 62-savolga e'tibor beramiz. Qaranglar. ABC to'g'ri burchakli uchburchak berildi, deyapti. Buni ham harflarni hozir birgalikda joylashtiramiz. Hozir misol ishlasanglar, yana ham mustahkam bo'ladi. Savolning boshida nima debdi qaranglar. AC nima debdi? 62. AC katet 20 ga teng. Agar deyapti ABC burchakning tangensi qaranglar. AC katet desa, misol uchun C burchak hozir bu yerda o'rtadami yoki A burchak o'rtadami degan savol tug'iladi. To'g'rimi? Mana qaranglar. Hamma e'tibor bersa, hozir tushuntiraman. Qisqasi, 62-savolda, xo'p, qaysidir katet bor. Misol uchun mana shu katet deylik, 20 ga teng. Va qaysidir burchagi bor. O'sha burchagi tangensi necha teng? 1.3 ga. Hozir tushuntiraman. Ya'ni qaysi joyni olish kerakligini. Masalan, mantiq o'ylab ko'ramiz. Qaranglar, hamma e'tibor bersam, odatda eslab qolinglar, to'g'ri burchakni tangensini bermaydi. Kelishdiki? Yana qaytarib aytaman. Odatda tangensni mana to'g'ri burchaknikini bermaydi. Tushunarli? To'g'ri burchaknikini aytmaydi hech qachon. Mana bu ikkita burchaknikini aytadi. Mana sizlarga zo'r ana bunaqa shpalgalka. Har doim mana bu ikkita burchaknikini aytar ekan, to'g'rimi? Endi qaranglar. Bizda yoki mana bu AC yoki qanaqa variant bor? C A bo'lish varianti bor, to'g'rimi? AC yoki C A bo'lish varianti bor. Aniq bilmayman qaysi joyda kelgan, to'g'rimi? Lekin qaranglar, bizga burchak beryapti. Qaysi burchakdi? Burchak qaysi ekan? Hozir tushuntiraman. A B C burchak ekan, burchak A B C. Xo'p, o'rtaga nimani olib aytyapti? B. Savol, A C mana orasida B bormi, yo'qmi hozir? Yo'q, mana ikkitasida B yo'q-ku. Zan uchinchisi B bo'lishga majbur-da hozir. Qaranglar, endi e'tibor beramiz. A B C desam, misol uchun, tushunarligi? Yoki-da joyini o'zgartirib C B A desam ham farqi yo'qmi? Ya'ni ba'zi bir chizmalarda e'tibor beringlar. Demak, A C yozsam ham, C yozsam ham nimasi bo'lmasa ekan, farqi bo'lmaydi. Tushunarli? Ya'ni bitta burchak haqida gap ketayotgan bo'ladi. Tushunarligi? O'zingizga ma'qul, misol uchun men bunday olib oldim. Xo'p, tushunarligi? Xo'p, mana shu burchakni alfa deb olaman, chunki o'sha burchakning tangensini bergan, tushunarligi? Xo'p, mana beribdi. Xo'p, nima debdi tangensini? Tushunarligi? 1.3. Malats. Hamma e'tibor bersin. Qaranglar. Ketdik. Mendan nimani so'ragan? Kichik katetni so'rabdi. Misol uchun mana bu katetni bilamizmi, bilmaymizmi? Solishtirgan. Bilmaymiz-a? Xo'p, tangens bilan bog'laymiz. Savol. Mana shu burchakning tangensi nima degani savol? 20 ni nimaga bo'lamiz degani? 20 ni nimaga bo'lamiz? X ga bo'lamiz. To'g'rimi? Shu narsa tangensimi? O'zi tangens son jihatdan nimaga teng? Shunaqami? Tushundinglarmi yo'q? Tushunarli? Yaxshi. 1.3.
Xo'p, 1/3 qanday yoziladi? 1 mana bu yoziladi, pastga 9 qo'yib qo'yasiz. 10 yozmaysiz, davr bo'lgani uchun. Tushunarlimi? Qisqartiramiz, necha bo'ladi? 1 3 bo'ladimi? Noto'g'ri kasrga o'tkazamiz, ko'paytirib qo'shamiz. 20 taqsim x barobar 4 taqsim nima bo'ladi shunda? Tushunarli bo'ldimi? Tepa tomonni bir xil 4 ga qisqartirdim, 1 qoldi, bu yoq 5 bo'ldi mana. Proporsiya qilib buni bu yoqqa ko'paytirdim, buni bu yoqqa ko'paytirdim. Kelishdiki, 3 kara 5 necha bo'ladi shunda? 15, bu yog'i 1 kara. Demak, mana bu tomon necha ekan shunda? 15 ekan. Savol sizlarga. Kichik katetini top degan, gipotenuzani topib o'tirishim shartmi, shart emasmi? Shart emas, mendan katet so'rayapti, katetlar so'rayapti. Agar gipotenuza so'raganda men birinchi katet topib olib, keyin nima topardik? Gipotenuzani topardik. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, kichigi qaysi biri ekan shunda? 15. Tushunarligi? Savollar bormi? Yo'q. Mana bu joyda 65 dan qaranglar. 65 dan boshlanadi. 65 da bitta misol qolib ketibdi, shuni ham tushuntirib o'tib ketay. Qaranglar. To'g'ri burchakli uchburchakni kateti deyapti. Kateti, qaysidir katet, misol uchun mana bu ilzos uchga teng deyapti va 1 deyapti mana. Endi o'tkir burchagini sinusini so'rayapti-da. O'zi o'tkir burchak degani to'g'ri. O'tkir burchaklarning sinusi ekan. O'tkir burchaklarning sinusi. Endi qaysi burchakligini aytmagan-ku, to'g'ri? O'zi o'tkir burchak degani nima degan? Qaranglar. 90 gradusli uchburchakni mana bu ikkita burchagi o'tkir burchagi. Tushunarli bo'ldimi? Hali geometriyada o'tamiz yana o'tamiz, chuqurroq o'tamiz bu narsa. O'tkir qaysi burchakligini tushunarligi. Ana ismi o'tkir bo'la emas. Kelishdiki, o'tkir burchak. Ya'ni 90 ni qolgan ikkita burchagi o'tkir burchaklar deyiladi. Shu ikkita burchakni ham nimasini topishimiz kerak ekan? Nimasini topishimiz kerak? Sinusini topishimiz kerak. Xo'p, mana buni kvadratlarini olamiz. Kvadratlari nima? Ilzosni 1 kvadrati, keyin mana buni kvadrati necha bo'ladi? 3, 4 bo'ladimi bu? Necha chiqadi? 2 mi? Tushunarligi? Xo'p, mana bu burchak sinusi nima bo'ladi? Masalan, alfa dedik, mana buni beta dedik. Alfani, xo'p, sinus alfa nimaga teng? Ilzos 3 taqsim. Keyingisi sinus beta nimaga teng? 1 taqsim. Tushunarlimi? Oson, a? Qaysi burchakligini aytmaganda siz topib qo'yavering. Shu kelisizlar, u javoblarga qarasanglar, o'zi nima topish kerakligini aytadi. Bunda javobga qarab moslab ishlab qo'ymaysizlar, keyin fahmlaysizlar. Kelisizlar. Xo'p, keyingisi hamma misol ishlamayapmiz, tushuntiryapman. Kelisizlar, ishlash emas, tushuntirish. Xo'p, keyingisi. Mana bu misolga e'tibor beringlar. 66-69 misollar. Shu joyda 4 ta tipli misol bor, men ikkitasini ishlab beraman, qaranglar. Xo'p, masalanda bu yerda katakchalar bor-ku, shuni bir-birlik deb olasizlar. Hammasi kvadratchalar, mana kichkina-kichkina, ya'ni hammasini tomoni bir-biriga teng. Tushunarlimi? Misol 1 deb olinglar, chiqaveradi har doim. Kelisizlar? Misol uchun, mana bu tomon necha bo'ladi? 1 bo'lsa necha chiqadi? 4. Mana bu tomon necha bo'ladi? 1 bo'lsa necha bo'ladi? Tushunarlimi? Endi mana shu burchakni biz nimasini topishimiz kerak ekan? Sinusini sinusi bilan katangini topishimiz kerak ekan. Sinus alfa ketdik. Sinus alfa, hop, 3 4 bo'lsa, savol sizlarga, men qaranglar. 3 4 bo'lsa, mana uning uzunligi necha bo'ladi? Boya topdik-ku. 5 bo'larmidi? To'g'rimi? Qizil bilan chizganimmi? Hop, sinus alfani topamiz, ketdik. Sinus alfa nimaga teng? Qarshidagini, 4 taqsim 5, malatsi. Hop, savol. Endi katangens alfani topamiz. Katangens alfa qaranglar. Yopishganini qarshidagi nisbat. Yopishgan nima? 3 taqsim 4. Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi? Endi qaranglar. Bu misolda e'tibor bergan bo'lsanglar, mana shu burchakda turgan joydan, orqadagilar. Mana shu burchakda turgan joydan mana bungacha bo'lgan masofani va mana bungacha bo'lgan masofani to'shni o'lchash mumkin, to'g'rimi? Endi mana bunga e'tibor bersanglar, mana bu yerda turibdi-da. Alfaga nisbatan, to'g'rimi? Mana burchakni o'lcha olamizmi? Yo'q, qancha ajratganini bila olmaymiz. Tushunarlimi? Bu burchakni men qayergadir nima qilib ko'chirib olsam bo'ladi? Parallel qilib ko'chirib olsak bo'ladi, misol uchun. Tushunarlimi? Va vertikal qilib ko'chirib olsak ham bo'ladi. Misol uchun, agar men keyingi misollarda bor, misol uchun vertikal qilib ko'chirib olmoqchi bo'lsanglar, mana bu joy alfa bo'lsa, mana bu joy alfa bo'ladi. Vertikal bo'lsa. Tushunarlimi? Agar parallel qilib ko'chirmoqchi bo'lsanglar, mana bu joy alfa-ku. Keyin katakka yoki mana bu yerga ham ko'chirib olsak bo'ladi, misol uchun. Butunroq bo'lish uchun nariyoqqa ko'chirib oldim. Bunda ham sal pastroqqa tushib qolganda bilib bo'lmaydi. Tushunarlimi? Oxiriga ko'chirib oldim. Endi mana shu burchakning sinusi bilan mana bu burchakning sinusi bir xil bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu burchakning kosinisi bilan mana shu burchakning kosinisi bir xil bo'ladi. Alfalar bir xil. Tushunarlimi? Demak, qanaqa ko'chirib olish mumkin ekan? Vertikal ko'chirib olish mumkin, tushunarlimi? Yoki parallel qilib o'sha burchakni boshqa joyga nima qilsak bo'ladi? Butunroq joyga nima qilsak bo'ladi? Ko'chirib olsak bo'ladi. Mana bu joy nechi?
2 mi? 2 ta katta. 1, 2, 3, 4, 5. Mana bu joy necha bo'ladi shunda? Mana bu joyning uzunligini topish uchun qaranglar, mana bu formuladan foydalanaman. Ildiz osti. Buni kvadratiga, buni kvadratini qo'shamizmi? Buni kvadrati necha bo'ladi? 25. Молодцы. Buni kvadrati necha bo'ladi? 4 mi? Necha chiqadi shunda? Tushunarli? Men sraz topib ketyapman. X deb o'tiraman. Sizlar X deb topgansizlar, to'g'ri. Xo'p, demak, endi qaranglar, mana shu burchakni men misol uchun sinusini topmoqchi bo'lsam, sinus alfasi nimaga teng? Qarshisidagi 5 ni nimaga nisbati bo'ladi shunda? Ildiz osti. Tushunarli bo'lyapti? Ya'ni gipotenuza hozir menda ildiz ostigimi? Kosinuschi, misol uchun kosinus alfa nimaga teng? Yopishgan nima? Shu alfaga yopishgan. 2 mi? 2 ni nimaga nisbati gipotenuza? Tangens nimaga teng bo'ladi? Savol. 5 taqsim 2 to'g'rimi? Katangeschi? 2 taqsim 5, Молодцы. Xo'p. E'tibor bergan bo'lsanglar, o'zi tangens yoki katanges topsanglar, uni teskarisi bitasi. Doim tangens topsanglar, katanges uni teskarisi bo'lib qolaveradi, misol uchun. Tushunarlimi? O'zi keyingi darslarga ham ko'ramiz, uni bog'liqligini tushuntiraman. Tushunarli bo'ldi. Ikki xil ko'chirib olish mumkin. Vertikal ko'chirib olish mumkin ba'zi joyda o'sha burchakni oxirigacha yoki tepaga, misol uchun farqi yo'q. Tushunarlimi? Vaziyatga qarab ko'chirib olasizlar. Xo'p, keyingisi qaranglar. Bitta zo'r narsani tushuntirib beraman. Sodda narsa, uni qiyin emas. Qaranglar, hamma e'tibor bersin. Ana birlik aylanani o'tdiga boshida esinglardanmi? Koordinatalarni tushuntirdimmi? Hamma e'tibor bersin, zo'r qilib tushuntirib beraman. Mana bu joy x, mana bu joy y. Qaranglar. X o'qini bor-ku, mana bu joyda necha edi? 1 midi? 1 midi? To'g'rimi? 1 nima edi? 0 edi, to'g'rimi? Mana bu joychi 0 nima edi? 1 edi. Xo'p, mana bu joychi -1 nima? 0. Молодцы. Mana bu joychi 0 -1 молодец. Xo'p, qaranglar. Xo'p, hamma nuqtalar mana shu birlik aylanadagi barcha nuqtalarni biz mana bunday ko'rinishda yozsak bo'ladi, qaranglar. Kosinus x, kosinus alfa deylik, kosinus alfa va sinus alfa ko'rinishda. Hozir tushuntiraman, yana ham chuqurroq. Xo'p, birinchida kelgan koordinata nimaga mos kelar ekan shunda? Kosinusga. Ikkinchida kelgan koordinatachi? Sinusga. Tushunarli? Faqat birlik aylanib to'g'ri keladi. Kelishdikmi? Xo'p, misol uchun qaranglar, menga sinus 0 gradusda nimaga teng deyapti misol uchun. Tushunarli? Yokida kosinus 0 gradusda nimaga teng deyapti misol uchun. Tasavvur qilaylik. Savol 0 gradus, e'tibor beramiz. Mana bu joymi? 0 gradus. Boshidan hisoblangan 0 gradus shu yerda. Bu yer koordinatasi nima? Birinchisi. 1 nima? 1 nima edi? 0chi? Demak, 0 gradusdagi sinusi nima bo'lar ekan shunda? 0 gradusdagi sinusi 0, to'g'rimi? 0 gradusdagi kosinuschi 1. Tushunarli bo'ldimi? Shuna qilib eslab qolsanglar, oson eslab qolasizlar. Kelishdikmi? Ya koordinata o'qlarga moslab olinglar miyani. Tushunarligi? Demak, mana bu o'q nima bo'lar ekan bizda? Kosinus bo'lar ekan, mana buchi sinus bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Shuni eslab qo'yinglar, juda ham oddiy narsa. Demak, mana bu sinus 0 dan 0, keyingisi nima bo'lar ekan shunda? 1. Endi menga keyingi narsani aytamiz, qaranglar. Sizlarga savol. Sinus deylik, pi taqsim 2 kosinus 3pi taqsim 2 ni topishga harakat qilib ko'ramiz. Kelishdiki, boshqa joylari. Hop, birinchi o'rinda bu nima deb berilyapti? Gradusi radianda berilyapti, to'g'rimi? Radianda. Savol, nimaga o'tkazib olishimiz kerak buni? Graduskami? Gradusga o'tkazib olsak ham bo'ladi, o'tkazmasak ham bo'laveradi. Uni o'tkazib olsak qulayroq, to'g'rimi? Pi taqsim 2, pi ni o'rniga necha qo'yamiz? 182 ga bo'lsak necha? 90 gradusda. Ana bu bosh turadi 0 da, to'g'ri? 90 dan tepaga chiqdimi? Men nechinchi koordinataga qarayman? Sinus degani uchun ikkinchi koordinataga qarayman. Ikkinchi koordinatasi 90 dan necha turibdi? Qaranglar, mana yozib qo'ydim. Ikkinchi koordinatasi necha turibdi? 1. Demak, mana 90 dan necha tegan shunda? Tushunarli bo'ldimi? Keyingisi 3pi taqsim 2 kosinus qarayman. Tushunarli? Kosinus. Sinus 3pi taqsim 2 ni ham qarab olamiz keyin. Deb. Hop. Ketdik. Birinchi 90, ha? 180 qo'yib yorsak necha bo'ladi? 182 ga bo'lsak. 90, 93 ga ko'paytirsak? Mana necha gradus degan ekan shunda? Ha, 90, 180. Mana bu joyini aytyaptimi? Mana bu joyini aytyaptimi? Birinchi koordinata nimani bildirar edi? Kosinusni. Ikkinchi koordinatachi? Xo'p, 270 dagi, demak, kosinusi necha ekan? 0 ekan, to'g'rimi? Xo'p, sinusi nima ekan? -1. Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi?
Oson, koordinat o'qiga moslab olsanglar, oson ketadi. Kelishdikmi? Xo'p, endi sizlarga savol, ishorasi haqida gaplashib o'tib ketamiz. Mana ishorasi bilan eslab qolish ham osonroqda. Sinus, mana bu kosinus, ha? Xo'p, qaranglar. Qaysi o'qda biz nima dedik? Sinus qaysi o'qida uka? Mana bu o'qmi? Mana tekis o'qi. Tekis o'q qayerda musbat? Savol. Mana bu tepasida musbatmi? Mana bundan tepasida musbatmi? Shundan tepasi to'g'ri keladigan joylar qaysi choraklar? Mana bu ikkita chorakmi? Shu ikkita chorak nima bo'lar ekan shunda? Shundan tepasida plus bo'lar ekan, to'g'rimi? Qolgan ikkitasi nima bo'ladi shunda? Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi? Xo'p, kosinus qaysi o'qida? Mana bu o'qmi? Bu qaysi tomonda plus? Mana bu 0 dan bu yoqda plusmi? 0 dan bu yoqqa qaysi gradusda to'g'ri keladi? Mana bu ikkitasi to'g'ri keladimi? Mana mana. Tushunarli bo'ldi. Ishorasi haqida gap ketsa. Tushunarli? Qaysi chorakka tushib qolsa, o'sha joydagi ishorasi bor. Endi tangens nima degani o'rtoqlar? Tangens qaranglar. Tangens alfa degani eslab qolsanglar mayli. Sinus alfa taqsim kosinus alfa degani eslab qolinglar. Kotangens alfa degani kosinus alfa taqsim nima degani? Sinus alfa degani. Qaranglar. Bu degan nima degani? Mana qaranglar. Xo'p, xullas, biz anoni ishorasini yozamiz endi. Tangens bilan kotangens bitta ketadi. Sig'may qoldi, rozi bo'lasiz. Kelishdingmi? Xo'p, tangens bilan kotangens bittaga yozsak bo'laveradi. Chunki bo'lishda qaranglar, minus bir xil ishora bo'lsa, bo'lganimizda plus bo'ladi. Har xil ishora bo'lsa bo'lganimizda nima chiqadi? Shunda minus chiqadi, to'g'rimi? Xo'p, savol, qaysi choraklarda ikkalasi bir xil ishora? Birinchi chorakda ikkalasi bir xilmi? Bir xil ishora bir-biriga bo'lsa nima chiqadi shunda? Yana qaysi joyda shunaqa bir xil ishora? Uchinchi chorakga ikkala minusga bo'lsa nima chiqadi? Plus chiqadi o'shaning uchun. Qolgan ikkita chorakda nima bu? Plus minus bo'lgani uchun nima bo'lib ketadi u? Tushunarli? Bu o'sha chorakka to'g'ri kelib qolsa, ishorasi nima bo'lishi? Eslab qo'ydi, kelishdingmi? Xo'p, misol uchun aytayaptiki, sinus 147 da deyapti. Ishorasi nima chiqadi deyapti. Kelishdingmi? Xo'p, animatsiyaga qaytamiz. Darsimiz boshida, kelishdingmi? Aylantirish. Xo'p, 0 da turibmiz. 90 180 ga bormaydi. Mana ikkinchi chorak. Ikkinchi chorak nimani aytyapti? Sinusda aytyaptimi? Sinus ikkinchi chorakda nimaga teng? Ishorasini yozib qo'ysanglar bo'ldi, buni qiymatini so'ramagan. Tushunarli bo'ldimi? Keyingisi 203, ha? Nimani aytyapti? Kosinus aytyapti. Birinchi aylantirib olay, keyin topib qo'yaman. 90 180 ozgina o'tdik. To'g'rimi? Uchinchi chorakda kosinus qarayman. Nima uchinchi chorakda? Tushunarli bo'lyapti? Xo'p, keyingisi kotangensiga endi ikkita bo'pti. Bu ham o'sha 3-chorak, to'g'rimi? 3-chorakda kotangens nima bu yerda? Plus yaxshi. O'tib ketdinglar mendan. Xo'p, keyingisi. Endi ikkalasini ham ishorasini bilishim kerak. Общий ishora nima bo'lishini bilish uchun, to'g'rimi? Birinchi, mana sinusnikini topib olamiz. Sinusniki 90, 90 dan sal o'tdi ikkinchi chorak. Sinus ikkinchi chorakda nimaga teng? Plusmi? Malatsi. Kosinus ikkinchi chorakda nimaga teng? Bu ham ikkinchi chorakka o'tadi, minus. Endi savol, plusni minusga ko'paytirsak nima chiqadi? Bilmayman, nechadir son. Lekin ko'paytirsam nima chiqadi? Aniq bilaman-ku. Yo'q, minus bu. Shunda minus chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi yo'qmi? Yo'q, endi bu yog'i 96 dan 105 gacha bo'lgan misollar iqtidorli o'quvchilar uchun. Va sizlar ham iqtidorli o'quvchisizlar. Kelishdik? Ya'ni milliy sertifikatdan yuqori ball olmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun. Endi milliy sertifikat u paytgacha bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmadim, lekin hamma o'rgana oladi. Tushunarli? Oddiy qoidalarni o'rgataman, qaranglar. Xo'p, xullas, bizdan nimani so'ragan? Nimani aytayapti? Hammasini ishlab bermayman, qisman o'rgatib o'tib ketaman. Shunga o'xshaydi. Xo'p. Demak, S dan uzunligi x ga teng ekan. Nimani so'raganimiz? S dan so'rabdi o'zi. Yaxshi. Qaranglar. Xo'p, mana e'tibor beringlar-da. Mana buni so'ragan. Biz topishimiz kerak bo'lgan narsa umuman o'zi qaranglar. Agar hamma e'tibor bersin. Qaranglar. Mana uni общий uzunligi necha teng? Общий uzunligini topa olamanmi yo'qmi? 3, 4 bo'lsa 5 bo'ladimi? To'g'rimi? Endi qaranglar. Mana shu burchak uchun sinus alfani topaman. Ketdik. Sinus alfa nimaga teng? Shu burchak uchun ketdik. Qarshidagini nimaga nisbati? 3 taqsim necha bo'ladi shunda? Endi kichkina 3 burchak uchun ham topa olamanmi? Mana bu 90 ku. Qarshidagini nimaga nisbati bo'ladi shunda? X ni nimaga nisbatini olaman shunda? Misol uchun. Bu bitta variant prosta. Tushunarli? Holatiga qarab ishlatsanglar bo'laveradi. Ya'ni o'rgangan narsamiz. Buni bu yoqqa ko'paytiramiz, buni bu yoqqa ko'paytiramiz. 12 barobar nima bo'ladi shunda? 5x bo'ladimi? 5 ga bo'lib tashsa x barobar shunda necha bo'ladi? 2 4 mana. Tushunarli? Savollar bormi?
Oson menimcha. Dabe? Bu. Keyingisi 99. Xo'p, to'g'ri burchakli uchburchakni demak S da gipotenuzda tushirilgan va o'sha demak balandlik, gipotenuzdagi S da tushirilgan o'sha balandlik ekan. Aytayaptiki, alfa burchagini sinus va kosinusini topishimiz kerak ekan. Mana shu alfa burchagini sinusi bilan kosinusini topishimiz kerak. Xo'p, qaranglar, bitta zo'r narsani tushuntirib beraman. Vashcha moshina narsa, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Qaranglar. Qisqasi, odatda mana e'tibor bergan bo'lsanglar, misol uchun boya ikki xil narsani ko'rsatdimda, o'sha narsani aytib ketish esimdan chiqib qolibdi. Masalan, hamma e'tibor bersin. A, B, S. Mana bu burchak alfa deylik, mana bu burchakni beta deylik. Savol sizlarga, sinus alfa nimaga teng? B taqsim nimaga? Cosinus alfa, cosinus beta nimaga teng? To'g'ri, cosinus alfa deylik, bu cosinus alfa nimaga teng? A taqsim S mi? Endi qaraylik, sal o'zgartiramiz. Sinus beta nimaga teng? A taqsim S. Xo'p, keyingisi sinus, cosinus beta nimaga teng? B taqsim S. Qaranglar, ma'lumot. Agar to'g'ri burchakli uchburchakda mana bu burchagini sinus haqida gapirayotgan bo'lsa, tushunarligi? Yana qaytarib aytaman. Mana bu burchagini sinus haqida gapirayotgan bo'lsa, mana bu burchakning kosinusiga to'g'ri keladi. Qaranglar, ishonmasanglar mana. Alfa mana bu burchak, to'g'rimi mana? Bu burchakning sinusiga e'tibor beringlar, B taqsim S. Endi mana bu burchakning kosinusiga e'tibor beringlar, B taqsim S mana. Sinusi bilan kosinusi, buni kosinusi bilan sinus to'g'ri keladi. Ya'ni bir xil nisbatlar. Tushunarligi? Demak, qaranglar, bizga alfa burchakning nimasini so'rayapti? Sinusini, to'g'rimi? Endi qaranglar, mana bu burchakni nima deb olsam bo'ladi? Shunda beta misol uchun, to'g'rimi? Hop, sizlarga savol. Mendan sinus alfani so'rayapti. Shuni men kosinus beta deb olsam bo'ladimi meni? Bo'ladimi? Bir xil-ku hozir, to'g'rimi shu narsa? Sinus so'rayapti, kosinus dedim misol uchun. Endi tangens so'rasa nima bo'ladi savol? Kotangens bo'ladi. Kotangens so'rasa tangens bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Hali bu narsa batafsil o'tamiz keyinroqmi? Hozir mana qisqacha tushunchalar tushunib olaylik, sizlar tezlashtiradi. Kelishdiki, xo'p, demak mana bu burchakni men kosinusini topishim kerak ekanda, to'g'rimi? Savol, kosinusini topishim uchun menga nimasi kerak bu yerda? Mana bu joy kerakmi? Bu yerga qanday topaman? X deb olaman-da, to'g'rimi? Savol, x ni kvadratiga qo'shaman 2 kvadratni barobar nimani kvadrati chiqadi shunda? 4 kvadratimi? Mana uni bu yoqqa minus qilib o'tkazib yuboramanmi? X ni kvadrati barobar nima bo'ladi? 4 kvadrati minus 2 nimasi? Kvadrat, to'g'rimi? X kvadrati barobar bir marta ayirib bir marta qo'shaman. Ayirib yuborsam 1 6, qo'shib yuborsam necha bo'ladi? 6 4 bo'ladimi? X topadigan bo'lsam nima chiqadi? Mana bundan. Hop. Xo'sh, 4 kere 10 deydigan bo'lsak, 16 taqsim 10, 64 taqsim 10 mana. Sizlar uchun maydaladim. Hop, bundan x topadigan bo'lsak, qaranglar. Hop, mana bundan necha chiqadi? 4, to'g'rimi? X kvadratda bu. 4, mana bundan necha chiqadi? 8, pastdan 10 chiqadi, to'g'rimi? 8 kere 4 32, demak 32 taqsim 10. Bu degani necha chiqadi degan? 3 2, to'g'rimi? Значит, mana bu joy 3 2 ekan mana. Qaranglar, 3 2. Sinus topsak, uzr, kosinus topsak, 3 2 ni nimaga nisbati bo'ladi shunda? 4 ga nisbati bo'ladimi? 3 2 ni 4 ga bo'lsak, 0 8 misol. Tushunarligi? Keyingisi, nimani so'ragan bizdan? Kotangens alfani so'raganmi? Keyingi savolida. Xo'p. Sinusi va kosinusi. Kosinusini so'rab. Kosinus alfani so'rabdi, o'rtoqlar. Kosinus alfani so'rasa men nimaga o'tib qo'yaman shunda? Sinus betani topsam bo'ldi. Sinus beta qanday topaman? Qarshisidagini bunga nisbati. Ya'ni 2 4 nimaga nisbati? 4 ga nisbati bo'ladimi shunda? 0 4 ga qisqartirib yuborsak. Uzr, mana buni 0 4 ga qisqartirib xato yozib. Yo, to'g'ri yozibman. 08. Xo'p, mana 6 bo'ladi, to'g'rimi? Pastda 10 bo'ladi. Bu degani 0 6 degani. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarligi? Yaxshi. Sardor tushundingmi aka? Yaxshi. Xo'p, 101. 101 ga qaraymiz. Aylana radiusi 5 ga teng, uning markaziy burchagi 1 radian, boya tushuntiraman degan narsam qolib ketgan edi. Xo'p, 1 radian o'zi nima degani? Qaranglar, men sizlarga tushuntirib beraman. Mana bu burchagimiz, alfamiz, agar alfamiz qaranglar 1 rad bo'lsa, ya'ni 1 radian bo'lsa, u nimani bildiradi? U mana bu radiusi bor-ku, qaranglar. Mana bu radiusi bor-ku. Endi shunaqa burchak tanlab olingan, tasavvur qilinglar. Mana burchak shunaqangi tanlab olganman. Mana bu radiusni ip deb tasavvur qilsam, tushunarli, ip deb tasavvur qilsam, mana bu ikkita nuqtasi bor-ku. Shu ikkita nuqtasiga bundoq qilib egib turib, bundoq cho'zib turib tortsam ham o'sha joyga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu yoy bor-ku, yoy deymiz-ku. Shu yoyning uzunligi ham nimaga teng bo'lar ekan?
Tushunarli? O'sha radius agar yoyga teng bo'lgan mana bunaqa burchak oladigan bo'lsam, o'sha har doim bir radian bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Endi aytayapti, qaranglar, sizga aytayaptiki, savolni quyidagicha beryapti. Agar deyapti, aylana deyapti, aylana radiusi 5 ga teng deyapti. Radius desa, mana bu joy nechaga teng ekan? Shunda 5, mana bu joy ham 5 bo'ladimi? Bu yer ham nima bo'ladi shunda? 5. Mana bu yoy uzunligi ham 5 bo'ladi. Chunki 1 radian. 2 radian bo'lsa, shu joy nima bo'ladi shunda? 2 ta r misol uchun. Tushunarli? 3 radian bo'lsa-chi? 3 r misol uchun. Tushunarli? Xo'p, endi aytayapti, yoyning uzunligini top deyapti. Biz topib bo'ldik yoyning uzunligini. Bu yerda topganmiz. Tushunarli? Mana bu uzunlik, mana bu yoy. Tushunarli? O'shani uzunligini so'rayapti. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz 104. Markaziy burchagi 1 radianga teng bo'lgan radiusi nechaga teng ekan? Radius 4 ga teng bo'lgan. Xo'p. Mana bu joyim 4 bo'ladi, shuni to'g'ri. Sektor degani mana bu yer. Tushunarli bo'ldimi? Sektor mana shu yer. Xo'p, endi qaranglar, bitta narsani tushuntirib o'tib ketay. Shu tasavvur qiling, 4 deb tasavvur qilaylik. 4 ta. 4 ta bir qismimi? To'g'ri, bir qismida qanchadir bo'lagi, to'g'rimi? Endi shu qancha bo'lagi desa, mana bu joy alfa, misol uchun, to'g'rimi? Alfa. To'g'rimi? Alfa. Xo'p, shu alfa 360 ni qanchadir qismini tashkil qiladimi? O'shancha qismli yuzada bu. Ya'ni misol uchun mana shu 4 dan 1 ni desam, 4 ga bo'lib bitta qismini olishim kerak, to'g'rimi? Endi bu qancha qismini tashkil qilsa, alfani 360 ga bo'lsam, shu qismini topib olaman-da, keyin yuzasiga ko'paytirib qo'yaman. Yuzasiga ko'paytirsam, o'shani demak tegishli joyini chiqarib beradi. To'g'rimi? Endi savol, aylanani yuzasini qanday topaman? Pi r kvadrat formulasi. Tushunarligi? Aylana yuzasi pi r kvadrat. Tushunarligi? Endi radian o'zi qanday topiladi? O'zi radian qanday kelib chiqqan? Qaranglar. 1 radian 180 gradusni nechaga bo'lganimizda kelib chiqadi? Pi ga bo'lganimizda kelib chiqadi. Eslab qolinglar. 1 radian 180 gradusni pi ga bo'lganimizda kelib chiqadi. Tushunarligi? Endi nima qilamiz qaranglar. Mana shuni mana bu alfani o'rniga olib borib qo'yamiz. Kelishdiki, alfani o'rniga olib borib qo'ysak, o'shanda alfada bu radianimiz. Kelishdiki, xo'p, o'rniga olib borib qo'yamiz. Yuzani o'rniga nimani olib borib qo'yamiz shunda? Pi r kvadrat. Tushunarligi? Ketdik. Xo'p, hozir tushuntiraman. 180 gradus taqsim pi taqsim necha? 360 gradus ko'paytirilgan pi r kvadratlar. Mana bu yerda bu ikkitasi qisqarib ketdi, 2 bo'ldi. Mana pi pastga tushib ketadi. Pastga tushib ketsa qaranglar. 1 taqsim 2 pi ko'paytirilgan pi r kvadrat mana. Bu bilan bu ketdi. Shunda nima bo'lib qoldi? R kvadrat taqsim 2 bo'lib qoldimi? R kvadratimiz necha teng bizda? 4 mi? 4 kvadrat necha bo'ladi shunda? 16 necha bo'ldi? Sardor to'g'risini tushunmadim, hozir tushuntirib beraman, qaranglar. Qisqasi, qaranglar. Mana bitta narsada, mana общий yuzani topdik. Общий yuzi doim nima chiqar ekan? Pi r kvadrat. Eslab qolaylik, kelishdiki? Endi shu pi r kvadratni mana alfa burchak qancha qismini tashkil qiladi desa, shu alfa burchak dalish aylanib chiqqanda necha gradus hammasi? 360 ga bo'lishim kerakmi? Shunda qismi kelib chiqadimi? Savol, alfa gradus o'zi qanday topiladi? Ya'ni alfa gradus esinglarda bo'lsa 1 radian deb beriladi. To'g'rimi? 1 radian qanday topiladi desa, qaranglar. 1 radian 180 ni pi ga bo'lib topiladi. Tushunarligi? O'shani buni o'rniga olib borib qo'ydim. Olib borib qo'ysam, qaranglar mana. 180 taqsim nima? Pi taqsim necha? Mana pastga ko'paytma o'tib ketadimi? Xo'p, ko'paytma o'tib ketsa qaranglar, 180 gradus taqsim pi kara necha? 360 gradusmi mana? Ketdi, bular qisqarib ketdi. Javobim shunda nima bo'lib qoldi? 1 taqsim 2 kara pi mana. Mana shuni endi yuzaga ko'paytirib qo'ysam, mana yuzaga o'sha qismini kelib chiqadi. Ya'ni misol uchun aylanani tasavvur qilinglar. Mana hozir oddiyroq tushuntiraman. 4 ga bo'ldinglar, qancha yuzaga kelib chiqadi? Misol uchun tasavvur 4 dan 1 deyapman. Pi r kvadrat necha bo'lamiz shunda? 4 ga bo'lamizmi, to'g'rimi? 4 ga bo'lsak bitta qismi chiqadi. Xo'p, savol. 3 dan 1 desachi, demak nima qilamiz? 3 ga bo'lib bittasini olamiz, to'g'rimi? O'sha nechadan nechiligini bilish uchun alfa gradusini 360 ga bo'lsam, shunda qancha qismligi kelib chiqadi? O'sha qismini keyin yuzaga ko'paytirib qo'ysam bo'ldi. Tushunarlimi? Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, vazifa oxirigacha.